Savaqdishim, do'stim Rabob esillardimi? Madrasada men bilan birga o'qigan. Egarchi ustining qizi Rabobni demsiz? Ha, esimda. Uningga nima bo'pti qizim? Hech bo'g'ini yo'q. Ma'qul ko'rsizlar, uni uyimizga boshlab kelaymikin degan edim. Albatta qizim. Bolalikdagi do'stlik kishi qalbida cho'nqur iz qoldirdi, unutilmaydi. Ko'p rahmat, ata. Oy Vadida. Xo'sh, hazratim. Bugun kechda yaxshiroq tamoq eting. Salmoning mehmoni kelmoqchi ekan. Mehmon? Rabob kelmoqchi edi. Tunugun uning bilan bozorda uchrashib qolgan edik. Dadam uni uyga chaqirishimga qo'shildi. U sizni yoqtirmaydigan tursa, doim sizning o'ginishingizga hasad qilib sizni ko'ranmayli yuradi. Nima da'vatsiz Vadida? Qisingiz yaxshi gap qiling. Bo'lmasa og'zingizni ching yuming. Og'zimni yumsam bo'ldi. Bu adillik bo'lmadi. Hukmga qarshi chiqib ketdingmi? Haqqimni talab qilyapman. Shundaqmi vaqirmay gap qil. Vaqirayman qandoq? Nima ish bo'ldi? Bu degan qozixona, cho'qon suran qiladigan bozor emas. Bu kishi zodi nima deb vaqirayotdi? Mahkama ustidan shikoyat qilyapti Qozgalan hazratlari. Men shikoyat qildim-mi? Yolg'on so'zlama. Undaqda aytaqini. Nemishqa qozixonaga bostirib kirmoqchi bo'lasan? Undaq qilishdan Alloh saqlasin hazratim. Demakchi bo'g'nim, bir necha kundan beri bu yerga kelyapman, lekin menga hech bir navbat kelay demaydi. Bu zodi qandoq ish zarzur? Kechirsizlar hazratim. U shikoyat qilib kelgan masala to'liq oddiy ekan. Kashi masjid oldida o'g'rinibdi shu. Bu yerda sizlar hal qildiganga unidimi muhim masala tursa? Masalaning muhim yoki muhim emasligini bekitadiganqa kim senga huquq berdi? Deb baqa zarzur. Men vazifamni yaxshi o'rinlay debdiman shu. Undaqda vazifangni yaxshi o'rinlamoqchi bo'lganliging uchun bir kunlik ish haqingni tutib olay. Ikkinchi bundaq ish qiluvchi bo'lma. Da'vo dasturlar qandoq bo'lishining qat'iy nazar, uning muhim yoki muhim emasligi rad tartib bo'yicha bekitiladi. Bildingmi? Sizlarning qo'royinglar mushunchilikmi? Mushunchiliklar. Qandoq yoqtirmadingmi? Menimcha bu qo'ro bak kichikkan. Ot tuglar qandoq kirib chiqadiganmi bu yerga? Salma? Ot tuglan demsan? Bizning uningga ehtiyojimiz tushmasa ya. Dadang qazqalan bo'lgandan keyin bir to'p otliq qo'g'dug'uchilar ichida egiz taxtaravanda o'ltirib mangdigandu. Bundaq ishlar balkim cho'chaklarda bo'lgan bo'lishi mumkin. Ammo bizning uyda undaq ish mavjud emas. Undaqda qazqalan qo'g'dug'uchilarni agashtirmay, o'zi yolg'iz mangdi demoqchimisan? Adil bo'lib, har ishda Allohdan qo'rqgan kishiga qo'g'dug'uchi ketmaydi. Kela, sana aytamning mahoratini ko'rsatay. Aldirmayman momsa, men yetisholmay qoldim. Shuncha ko'p temir tasaklarni bo'yningga esib olgan tursang, menga qandoqmi yetishalaysan? Temir tasak deb atamsan? Bu degan qimmatbaho javohiratlar. Buning nima foydasi bor? Men senga desam, Salma, qiz bola degan qurbi yetishi yo'sinib turish kerak. Salma, sen ajab g'alat bo'lib qopsina. Bugun hajab charchidim. Sizmi menga o'xshash nech 10 masala hal qilgan o'xshamamsiz? Balki uningdami ko'p. Qandaqsiga? Rabob bilan birga edim. Uning haqovrligini ko'tarib bo'lamay, bak charchidim. Men sizga uning otasining katta egar jabduqchi ekanligini aytishni unutib qoptiman. U xalifaning yasovul lashkarlarning bahorliq qo'shinining egar jabduqlarini ta'minlaydi. Shunga u shuncha ko'p oltin javohiratlarni esvabdi-kanda. Sizmi uning o'xshash zibizinni taqsamkan deb orzu qilyapsiz? Undaq emas, ata. Mal dunyo insonning xuy-paylini o'zgartib, aski qilib qo'yadi ekan. Hamma odam bundaq bo'lib ketmaydi, qizim. Masalan, Fir'avnning ayoli shu davrdagi 100 obro'liq va eng boy ayol edi. U garchi shuncha kuch-qudratli bo'lsa-mu, kamtarlik va axloq fazilatda buyuk ulgu bo'lgan. Qandaqsiga shundaq bo'la olgan? Uning qissasini menga so'zlab bersizlar. Xonish Osiya Muzayim ismli bir kishining qizi bo'lib, u Fir'avnning ayoli bo'lib sifati bilan o'z davridagi mashhur ayollarning biri bo'lib qolmasdan, yana uning buyuk bo'g'isi Yusuf alayhissalom davridagi Misrning eng oxirgi Fir'avni edi. Demak, uning eri bo'lgan Fir'avn uning bilan to'y qilish orqali 100 obro'y va saltanatga erishgan. Kambag'allarga tarqitib bermoqchi bo'lgan ma'lumotlar va oshq ozuqliqlarni elib keldinglarmi? Shunda xonish, hamma narsalarni taxlab qo'ydik.
Muhafazachilar sizning ijozatlarini kutyotidi xonish. Muhofizachilar kerak emas. Mening ularni agashtirib yurib ko'z-ko'z qilg'im yo'q. Sizning bexatarliklari uchun shunday qilamiz. Menga uning keragi yo'q. Sizning bexatarliklari uchun muhafazachilar bo'lmaydi. Undaqda biz bilan faqat salla bo'lsang bo'ladi-ku. Muhofizachilarga aytqin qaytib ketsin. Xo'p, xonish. Qaytinglar. Sen mo dedeklarga aytqin teti. Ularmi bu yerda qilib qolsin. Xizmatimga salla yetarlik. Farmanbardarman xonish. Ovga mig'illanma turdi oppa. Sarayning sirtidiki, xaligan joylarda turadi. Qandoqsiga? Men ularni ilgari ko'rib boqmagan edim. Biz haqiqiy ahvolni ko'ramiz desak, qo'g'dug'uchi va mulozimlarni agashtirmay mengishimiz kerak qizim. Haman. Ben seni saqlavatatdim. Sizlar boya chalg'u anglab o'ltiribdikanlar, oramlarni buzmay degan edim. Qayda so'zla, qandaq ma'lumotlar bor? Hamma ishlar yaxshi ketib boradi. Davlatimda mendan boshqa iloh cho'qindiganlar bor tursa, ishlarni qandaqmi yaxshi degani bo'lsin. O'zini payg'ambar da'vogan Yusuf ismli kishining agash kuchilaridan faqat birlik kishi qilib qoldi. Uni faqat bir odam deb qarimiz bo'lmasa, bir to'p qo'shinga aylanib ketadi. Berhaq oliylari. Shunga uning beshini sanduqqa silib, oldilariga ip keldim mana. Qo'yma yaxshi qilibsan, Haman. Mana endi podshohlik taxtim va ilohligimdan xotirjam bo'ladigan bo'ldi. Kechirsizlar. Sizlarga yetkazadigan yana bir ma'lumot bor edi. Nima ma'lumot u? Xonish Osiya har bir kambag'alga 2 kesakdan oltin tarqitib beribdi. Yaxshi qilibdi. Men bugun ilohiy podshohlik taxtiga o'ltirganligimni tabriklash yuzasidan yana 3 turlik oltin pulning tarqitilganligini jakarlayman. Yo'q. O't kuyuvatida, suv epkilinglar, suvdan o'tni o'chiringlar, tez bo'linglar. Tinchlansinlar oliylari, ahvollari yaxshi, ko'ganlari chush xolos. Yo'q, meni qarib oldi. Nimani ko'rdilar? Men Baytul Muqaddas tarafdan kelayotgan kichik bir o'tni ko'rdim. U Misr zamaniga yaqinlashib, o'rda saroy, butxona va ekinzorliklarning hammasini kulga aylantirib o'tdi. Bu rostilla qo'rqinchli ishkan. Ajoyib ish. Bani Isroil yashaydigan Ka'ba uylarga o't tutashmasdan balki saq qoldi. Ehtimol bu o't sizlar yangi tarqatmoqchi bo'lgan pullarga ishorat bo'lsa kerak. Yo'q, undaq emas. Bu pullar davlat va xalqning manfaati uchun zarur. Kashlik tamoqqa nima yegan edilar? Yana nima yeydim? Bir paxlan bilan bir qancha to'g'ri yegandim shu. Ko'rgan tushlari uyqudan ilgari g'izani ko'p yeganliklardan bo'lsa kerak. Men sizga birli paxlan dedim-ku. Yo'q, undaq emas. Men cho'qim polchilardan uning ta'birini so'rashim kerak. Sehrgar Ibnih eng cho'ng polchi va munajjimlarning biri. Tushki ta'bir berishda uning oldiga o'tadigan yo'q. O uxlavatamda qandaq? Yo'q, oliylari. U tushlariga ta'bir berishdan burun diqqatini yig'ib Undaqda men yana birdam saqlaydi ekanman-da. Haman yuz beradigan ishqa o'nchivala aldirab ketmisizlar, oliylari. Hech nimani tushunamadim-ku. Tushlariga qaraganda pat arada Bani Isroil ishidan bir o'g'il tug'ilib, Misr xalqi va Fir'avnning saltanati uning qo'lida halok bo'ldi. Barliq sehrgarlarning ta'biri bir xil chiqyapti. Shunga qurbimizni yetishcha u ishni oldini olishga tirishsak bo'ldi. Yo'q, Bani Isroil bu vaqtlarning hammasini o'ldirib yetadigan ish bo'lsa-mu, uning tug'ilishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Canım Allah'ım. Özlerini tutuvalsılar Zuhar. Bu Allah'ın emri. Yo'q, balki bu zolim podshoh Fir'avnning emri. Ovozlarini pastroq qilsalar, o'tinib qolay. Allohim, bu joydan boshqa joyga ketgil bo'lsa-chi, qashki. Qaysi joyga ketmoqchi eding, qizim?
Bu xayrlik, barakatlik joy tursa, boshqa joyda zolim podsho yo'q deb kim deydi sana qizim? Nimil degan bilan biz tunaydigan bu zalim, biz tunmaydigan zalim qarg'ani yaxshiroq. Sizlarga bu gapni deydigansizlar, chunki sizlar menga o'xshash azobga duchor bo'lganinglar yo'q. Meni texsdan ayrilmagan bu vaqt ko'z oldimda bo'g'izlandi. Buning qandoqmi chidab tura olmayman? Ha? Kim o bu? Xonish Osiya ekan o, xush kelibsan. Nim bo'ldi? O'rdiga tuyuqsiz kelganingga qaraganda, bira muhim ishing bor o'xshamamdi. Sizlar bilan yolg'iz paranglashmoqchi edim. Hammalar chiqib ketinglar. Farmonbardorman oliylari. Qani so'zla, sada nima ish bo'ldi? Shuncha valla jiddiymi? Ha? Shundoq. U degan hayot mamat masalasi. To'limi yaxshi bo'pti. Ularning yangi tug'ilgan o'g'il buvoqlarini o'ldirishga buyruq tushirdilarmi? Shundoq. O Misrning bexatarligi va davlatning muqimligi uchun chiqarilgan muhim farmon. Buvoqlarni o'ldirib erishgan bo'ladigan qanday muqimlik ekan u? Yo'q, pat orada ularning orasida mening podshohligimda xonavayron qiladigan bir bola tug'iladi. Kim dedi sizlarga buni? Sehrgar, palchilar shundoq dedi. U sehrgar, palchilar Misrga hukmronlik qilib yetibdi-da. Yaxshisi, hokimiyat ishlariga aralashma, suyimlik xonishim. Men sizlarning pravin ishkanliklarini bilaman. Biroq samilarga shuni deb qo'yayki, mening ajdodlarim katta madaniyatlarni barpo qilgan. Hokimiyat ishlaridagi adolati va donishmandligi bilan asrlar bo'yi unutilmag'idek yaxshi ish izlarni qoldirgan. Xonish Osiya menga hokimiyat boshqarish qoidalarini o'rgatib yetibdi-da. Sizlarni mazlum bechoralarning qahr g'azabidan ogohlantiryapman. Nima demoqchisan? Bu oddiy soda Isroil avlodlari bizga chaqar bo'lib yashayotdi. Ularning topgan targinining hammasi farzandlari uchun, ularning bolalarini o'ldirish, ularning orzu-armonlarini yo'q chiqargan bilan barobar. Bu qanoatlanarlik gap bo'ldi. Biroq bu farmonimdan qadoqmi yenib olalayman. O'ziga ishongan kishi xatolikdan darhol qo'l uzalaydi. Yo'q. Unda qilmayman. Hukmronga loyiq sur hayvonini saqlab qolmasam bo'lmas. Shundaqmi, farmonning bir qismini amaldan qoldirishim mumkin. Bu nima deganlari? Buyruqni bir yil ijro qilib, yana bir yil amaldan qoldirsaqlab bo'ladi-ku. Sizlar buni masalaning hal qilish chorasi deb o'ylayotdinglar. Bu Firavnning hurmat sharafini saqlab qolgan hamda bizni chakarlardan mahrum qilmaydigan yaxshi chora. Allohning payg'ambari Harun alayhissalom tug'ilganda kengchilik yili oyoqlashib, keyingi yili Bani Isroil ishi tug'ilgan o'g'il buvoqlar o'ldirilishga boshlabdi. Dal shu yili Harunning onasi Yukobit xonim chiroyidan nur yig'ib turadigan bir o'g'il tug'ibdi. Bu dal Musa alayhissalom ekan. Appa, men faqat Musaning bo'g'izini qarab turmayman. Uning o'rniga meni olib beringlar. Allah sizlarni qo'g'disin qizim. Bo'ldi, hargiz yig'lama. Men tushimda to'lim yiqimliq bir ovozni angladim. U menga nima qilish kerakligini bildirdi. Musa ularni qanday saqlab qolamdi ekan? Men shuni tilayman. Biroq buni kim bilsin? Hozirli qo'shnimiz Yog'och opamizning uyiga bering. Uning uyini bildigansiz? Ha, obdan bilaman, appa. Undaqda siz darhol berib uningga dang qizim. Bir gaz kelgidek suv o'tmaydigan puxta sanduqdan birini yasab bersin. Ko'chib ketish uchun narsa keraklarimizni yig'ishtirdik ekanmiz-da. Jiq gap qilmay, men deganda qiling qizim. Buni men keyinchi sizga tushuntirib qo'yaman. Bugun yenimizga kelganliklariga ko'pdan-ko'p rahmat xonish. Elib kelgan sovg'atlari va meslik taomlariga ishqallar. Tuzut qilma. Bu mening majburiyatim. Ahvolinglar qandaqroq? O'zlarining shafoatlari bilan yaxshi ketib boramiz xonish. Men kengchilik yo'lga qo'yilgan bu yil yana bir o'g'il tug'dim. Padich Imronning ayoli Yuka xonim ayga o'xshash chiroyli bir bola tug'di. Uning ismi Harun. Tangri bolalaringlarga barakat ato qilg'ay. Men muslining bizga o'xshash farzandlik bo'lishlarini umid qilaman xonish oyim. Xonishni biz bilan bir dasturxonga taklif qilsa qabul qilammi? Albatta, bo'ladi. Nima da'vatlar Zuhar?
Qurup ketsin bu kaskas tilim. Onun oğul balası yo'qligini unutib qopdim. Men emasmi? Apa, bu atrofda hozir hech kim yo'q ekan. Arg'amchi tortib oling. Sanduq dengiz qirg'iga yetib borganda uni bir qitim emitiman. Sen yo'lni ko'zitib man uqdingmi? Bo'ladi, apa. Sen tutib oldin. Nim bo'ldi sana Gulsum? Chaqchaqib qo'ysam qo'rqib ketding-ku. Apa, qo'shnimiz Royil seni yo'qlab ketdi. Rahil? Xush keliblar Rahil. Men sening kishilar xayrixohlik qilib, ularning dard xapliqlarida ko'tarilgan eng yaxshi ayol deb bilaman. Nim bo'ldi Zodi? To'limi g'amkin ko'rindilar-ku. Undaq emas, sizlar shunday qo'ylab qaptilar. Rost aytman Yukabet. Undaq bo'lmasa, nima uchun daryo qarab o'tirdilar? Yo'q, hech yo'q. Sizlar degidek biror narsa bormi? Men hozirlay kelay. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. صدق الله العظيم. Sanduq uning qo'lidan ajrab ketib qoldimi? Shundoq bo'ldi qizim. Undan keyin nima ishlar yuz berdi? Nurg'un ajoyib ishlar yuz berdi qizim. Buni hozir so'zlab beray desam, vaqt yetmaydi. Uxlaydimdilar. Vaqtmi birga berib qoldi qizim. Lekin aytmanga Allohning payg'ambari Musa, anasi Yukabit, atisi Gulsumlarning beshig'ini nima ishlar kelganligini, Piravinning ayoli Osiya xonish bilan bo'lgan aloqasini so'zlab bermisizlar bo'lmaydi. Bo'ladi qizim. Alloh xolisa davomini ayt so'zlab beray. Hozir oram eling. الله أوصى بالمؤمنات الصالحات الصابرات الذاكرات الشاكرات هن النساء عطر الحياة، هن اللواتي غرسن فينا خلقا ودينا خير الصفات. أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات، قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات. أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات، قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات. من الصفاجر تجري إلى المروى، وامرأة فرعون تدعو مع الأسرى. من الصفاجر تجري